uçak Ketsem kilerge Ketsem kilerge Telmürüp bağrimdi kakkuk Sayraş kıpırsat yetmedi Sayraş kıpırsat yetmedi Qağamız o'tir medalini aldı keyin tashkillab oldim, uydan varta turma. Şuna baş ko'rib qo'ysan, ujimchiq tiyib o'tirib qolsa afkam. Amal va saat kim aldanma, boshqa narsaga aldanmaysan. Oldin qaradi qo'shmoq chempionlarini o'ylab turib biroq, oxirida men Jonqo'y ferimni yuqoriroq ko'taraman desang, bizning bosh barmoq gruppasini bosh barmoq shunda qilishga tirishadi. Gapim tugadi. O'zingiz eng yaxshi ko'radigan bir asarni eng yaxshi holatda o'rindab chiqishingizga kapolatlik qilaman. Mening da'vatgan gapim quruq gap emas. Sadiba gap. Quruq gap emas mening da'vatgan gapim-ku. O'l gap. Ma'vu. Azma. Altın top. Meni tanlashim. Adile Sıdık Ustası. İpek yolu sağdasın, sürgünün yok şikrasın, hoş havazla sevdasın. İpek yolu sağdasın, İpek yolu sağdasın, sürgünün yok şikrasın, hoş havazla sevdasın. Salam, ekran aldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojun Ipak yo'li sadasi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojun so'l chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miros sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'l chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang bosh barmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'ul sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Tövende maydonga chiqadigini 13-12 yav sen yav ar. Mübarek bo'lsin Örkesh, hoş geldiniz. Bundan keyin kasbiy hayotingizning texnik utuqliq o'ngishliq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. G'ayrat qiling. Chayo. Yaxshimizlar ekran oldidagi barcha aziz qarindoshlar, men o'ziniki Amir Örkesh hokim. Mana sizlarga o'tliq salom. 6-qaror Ipak yo'li sadasi programmasida programma guruhi menga yana bir qatorliq fursat berganlik uchun 7-qaror Ipak yo'li sadasiga yana qayta qatnashdim. Bu yilgi ustozlarning hammasining naqshlarini anglab cho'ng bo'lgan. Şu an qaysi ustozning menga o'rindiq aylantirishdan qat'iy nazar men qaysi ustoz guruhiga kirsam, shu guruhdan yaxshi uzib chiqaman deb o'ylayman. İqib suda erib qardek men aylansam nurga qarab turdu tamdek İqib sudek erib qardek men aylansam nurga qarab turdu tamdek
İçilmedi gunca Ben saklasam Şunca Ketip kaldı taşdek Cüp közlü bir tamca Ketip kaldı taşdek Cüp közlü bir tamca Közüde bir tamca Köyüp bağrım Xendanı da cütarım Sünüp ketti künge Gülüp mekrim Köyüp bağrım Xendanı da cütarım Sünüp ketti künge Gülüp mekrim Xendan urdum xendan Xendan urdum xendan Yâre Allah'dan Xendan urdum xendan Xendan urdum xendan Yâre Rayonimiz karxana sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Hojon Sol şirkati Hojon g'ortamli gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Yaxshi bizlar barcha aziz ustozlar, barcha qarindoshlarning kech xayrlik bo'lsin. Men o'zim G'ulchilik ismim O'rkash, hozir Urumchida xizmat qilman. Ha, ko'rildi, yenib keldingmi? Shuni bek asli yaxshi tayyorlik qilgan, lekin jiddiy ketib qoldim. Yaxshi aytding. Bu ijodiyat asli men ib kelgan oqshomning muzikasi bitmay. Shuni ham bu ijodiyat Jalol akamning muzikasi Jalol akamning teksti Muxtar Bora ustozning shuni ham Jalol akamdan bek test oldim. Bugun atigan o'rnimdan qo'piblam. Başta telefon qildim Jalol akam. Telefon qilib shuni akam shu naqshingizga ruxsat qilsangiz men bir issam deb shuni ruxsatni oldim-yu, lekin yaxshi o'rnashga tirishmadim, lekin yaxshi aytdim. Yaxshi o'zim o'ylaganimdek qilmay qoldim. Yaxshi aytding. Bu O'rkash oldin qara ipek bilan qatnashgan bu. Qatnashib bu yeşil kart olgan bola bu. Sen bu da chuqum kelib qatnashsana deb ustozlar yeşil kartı bergan. Tanlanib Tashkamning gruppasida bo'lding, ha? Tashkamning gruppasida bo'lib, bu ikkinchi bosqichda chiqib ketgandan keyin sen endi shpatis yaxshi ish qilayman. Bu da ipek olsa dasiga sen bevosita kelib qatnashsang bo'lsa, yeşil kartı bergan bolaning birisi bu. Tag buni bir yil bevos birinchi qilaytamdi. Necha kirdi? 24 yoshga. Ha, endi mening yeshingni so'rashdiki maqsadim, bu naqshiningki teksti bak o'tkir yozilganmi? Bununla berilgan hissiyatmi ajoyib kuchlik berilgan. Jalon pez qilgan bu naqshni. Shunlashqa balkim seningki yeshing bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Muzikang bitmabdi emasmi? Shunlashqa bugun tuyuqsizlar mushu naqshni aytib to'g'ri kelib qolganligi uchun shu Jalol bergan hissiyat joyiga tegmay qoldi-da sening bergan hissiyoting-chu. Shuning bilan mening o'rinlanmasligimdagi sabab shu bo'lib qoldi. Shunlashqa meni qat'iy to'g'ri tushunishingni umid qilaman, lekin naqshini yaxshi aytding. Uningda masala yo'q. Men tunugun oldingi kuni shu bir necha og'inam bilan birga shu ularni yaxshi natijalar hozir o'tiryapti-da. Meniligi etmay bo'ldi deb ashunda fanchi bo'lgandim-chu. Xiyolingda. Ish qilganda men bu xandanning hissiyotini ras tekstni men pekçik okudum, işqi bağanda okuyma, kelime okuyma, işte okuyma. İşqi pekçik okudum, lekin men ya yeşim sebepli ki işqi buna hissiyatını resmen... Jalol akamninki ijodiyatlarini Jalol o'zimi maydisini shu muzg'i yiqib turib aytdi. U hissiyat
Menimcha kichik yoshda oson chiqib bo'lmaydi. Lekin bir musobaqada bir sahnada yana shundaq bir hissiyot talab qiladigan tez naqshiga jang e'lon qilib o'sha yerda aytib chiqarganingiz sizningki bel qo'yayotganingizdan ming as yaxshi deb o'ylayman. Bel qo'yatmaslik kerak. Sen o'g'al tutsang, akish tutsang, hozir ayollar bel qo'yatmay nurg'un ishlarni qilyapti desa, o'g'al turib, akish turib nimda bel qo'yib tursa. Hargiz bel qo'yishni o'ylashmang. Ustoz o'rildi. Qaysini tanlasang, seni eng yaxshi holatda yetaklab mangalaydi. Har qanday bir naqshchining yo'nchang naqshini yana bir tunilib ketgan, dunyo tunilib ketsa, o'sha odamdek aytolmaydi. Uning yo'nchang naqshini. Endi sen Jalol akamdek aytamdim, uningdek aytamdim desang bo'lmaydi. Lekin seni qisqa vaqt ichida hozirgi ovoz sharoitingdan foydalanib, shaxsan menga eng tadbiq g'ayri abayqa naqrat uchun naqratda bo'lsa-mu sen eksiyatni 70% apading aşağıya naqrat bo'lsa, shu yuragimizga tegib ajab yaxshi bo'ldi dedik. Sening naqshini yaxshi aydirganligingni bilgeyken men ovozingdan tunib oldim. Sening budo qandaq naqshi bersa, qandaq aydirganingni biz bilamiz. Budo muzikang putudo qo'rqma sen. Bizning kamal grupsiga kelaversan, sening muzikang putudo. Bizning bola eng kechikkanda 48 soat chalamiz bir pechini. Xo'ja, endi mening endi ayni vaqtida o'tgan sen qatnashgandim, endi bu yerda o'tgandigina bu. Buningga kelsam o'xshash, men kelsam o'xshash. Endi u biz talashish ketmaydi. Sen endi Aldı qatam Kamil akanın aldırım bir qatam öttün qara. Şu çağdımı öğrendin aldı qatam. Öğrendin şu çağdımı tanımap kense. Bo'ldi hamda. Yana barib nemish qilsa bu? Qanday qilsa? Qo'sh. Rahmat. Ishki ustoz ko'pdan ko'p rahmat. Lekin bek xush bo'ldim hamda. Endi bu daqiqa sanda cho'qim tirishib texmo yaxshi etishga tirishma. Şuna sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammalarni bek yaxshi ko'rmay rasga qilsam. Salom rahmat. Rahmat ukam. Endi men ko'nglimga puq bo'lgan shu yaqinda. O'zimning buning bu yoqqa qanday mansam yaxshi bo'lganligimni his qildim jo'p. Shunga men to'g'ri deb o'ylagan shu yuragimning sadosi bo'yicha talaydigan ustozim bo'lsa, mayli kavap ya. Mayli xo'goya. Mayli mayli qizoya. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Hocam ustoz. İpek yolu sadası, suygunun yok şikrası, hoş havazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok şikrası, hoş havazla. Növbet çıkıdığan mayırımız Sellin Arju. Kudret Gayret, hoş geldiniz. Muşu sahneye keldiniz degan gap muşu kasbni intayin yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Ilgirki Ipak yo'l sadolarini televizor ekranida o'tirib ko'rgan vaqtingizda o'zingizning bir kunlarda muşu sahnalarga chiqib kelishingizni o'ylab baqqanmi? Yo'q, o'ylab boqmagandim. Sahnadagi ifodangizning intayin yaxshi bo'lishiga ishonamiz ham umid qilamiz, chunki siz tirishdingiz, bugun natijasini ko'rgan vaqt keldi. Mayli natijasi qanday bo'lsin, jarayonini yaxshi peshishning o'zi bir muvaffaqiyat. Unda bo'lsa, marhamat, g'ayrat qiling. Yaxshimi ekran oldidagi qadrli do'stlar, Qudrat G'ayratdan sizlarga o'ttiq salom va oliy ehtiromlar olsun. Men Jilyoz nahiyasi To'ngmaza bozordan keldim. Kichigimdan naqshi qiziqish hislarim bilan 7-qarar Vojon Ipak yo'l sadosiga qatnashish sharpiga muyassar bo'libdiman. Keng xalq ommamning ekran oldidagi do'stlarimning qo'llab-quvvatlab berishini chin ko'nglimda umid qilaman.
el üçün xalqim üçün su emas iqim buldu el üçün xalqim üçün su emas iqim buldu dostlarga yar ellerge her zaman yıkım buldu dostlarga yar ellerge her zaman yıkım buldu Kolumda tutturun sayrar Cimi el yaktırıp anlar Rahattın yürgüm yayrar Güya gökte çıkın buldum Güya gökte çıkın buldum Rahattın yürgüm yayrar Güya gökte çıkın buldum Güya gökte çıkın buldum Anam köyleydi paklıkni Üzüde gün haklıkni Atam söygen hayatlıkni Şuna deksem isi Şuna deksep isil buldu Tepilmez el kebirena Ulasız gözlerim ama Felekke yetmedim emma Lekin rengdar pesil buldu Felekke yetmedim emma Lekin rengdar pesil buldum Lekin rengdar pesil buldum Kebir rengdar pesil buldum Rayonumuzda serkertilik rol oynayotgan miras cheklik şirketi Mayırlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turib ketsan o zirke pırxil. Ye. Qarasın zirkte de men mirasdan latyalarını yapdım. Ya ama doyun veşi xoğu bu. Bu bek peyze qara çoğun kichik ishki qolib chiqdi tetib baqa shundan aqsa. Men miras latyani biz naqshi yetib ziriksam yevatimiz hozir. Ma ochiq ekan ma ya. Pishgun ekan. Peyze kelibdimi bu? Salam, hürmetli sazaveri. Beş ustazım. Hemen başoqtanlar xeyirlik olsun. Men Ciliz nahiye Doңmaza bazardan kelgan Qudrat G'ayratdan sizlarga o'tiq salom va oliy ehtiromlar olsun. O'zing nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men sayat idorada ishlayman. Chiroyli aytdi-ya inimiz. Abay Kamil bilan deyishayotgan mushtaq minzushxon fabrik chiroyli. Menimcha jiddiylik ba'ziroq, normal ishlar. Shu normal ish. Menimcha kila qitim texim yaxshi tayyorlik bilan bo'lsa, texim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Eng shu odam shu Kamilning gruppasida uslub bir orzuyim bor aka. Kamilka, Zoirka bir davog'imiz. Xo'sh. Uzun yildan beri rivoyat
gruppasi meni eng qoyil qilgan bir grupp aka. Ikkinchisi o'zimning yaqin aloqasi qatnashgan Kamil Kamning gruppasi eng hurmatli sazovor bir gruppalarning biri. Afsus, bu yil tanlamay qolib qoldim. Meni shunda o'rligim bormi? Po'latkan bilan shariat qilishgandik. Ammo abayningiz ko'ryapsa balaning qandaylik. Sal talab ching bo'lib qoldi. Bir necha yat ketib qolding, o'zim o'kindim, lekin ikkimiz unidarni ketishib olamiz. Sendan tushgandan keyin. Rahmat aka. Bodo qatnashsa, chuqum qatnashsa, bodo qarada va o'zim qatnashtirmayman seni. Men va'da qilaman sana, chuqum. Rahmat. Nima? Zoirka, men mishadan tushib ketib, mayli men talanmay, sizning bu yoqdagi umrlik o'quvchingiz bo'lsam qanday deysiz? Rahmat. Men kichik. Isming Qudrat. Necha kirding? 22 ga. 22 ga kirding degan gap. Sen munda qara. Ustozimizni shunda hurmat qildi ekansa, yaxshi ko'rdi ekansa, gruppimizni yaxshi ko'rdi ekansa, hurmat qildi ekansa, biz seni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Rahmat. Rastimni desam, bak suyundim. Shunlashqa bugungi mavi seninki keyingi yo'langa bu to'sqinlik bo'lib qolmasin. Abay sen deganingdek, seninki xaliga vaqtingda. Abay deganingdek, zadi oxirigacha akini bo'lamizmi? Çatak yo'q uningda. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shuna nima? İnsan degan hamon nima? Tanlangan ziraat taza purchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Dünyani kızganma sen özün dünya, deryani kızganma çeşlerin derya. Dünyani kızganma sen özün dünya, deryani kızganma çeşlerin derya. Meni kıynasan kıyna özünni aya, kızganma. Kızganma, kızganma, kızganma emma. Küzündün üzünü asla kızganma. Bir senden başkını kılmaymen tamam. Selkin bellerim mecnun dağla girmeyin, tineklerim denit alarken selkin, abbak bedenlerimden neyranla kıyın, kızganma. Kızganma, kızganma, kızganma likin. Küzündün üzünni asla kızganma. Bir senden başkını kılmaymen tamam.
Fikrince sende kemdur iştiyak Kızganma Kızganma, kızganma, kızganma bırak Küzündün küzünni esla kızganma Bir senden başkını kılmayman tamam Dünyani kızganma sen özün dünya Cəsur yigitlərinin oldun tanlışı bulub kelayotgan Şinjan Kamal Xalqara Sol şirkəti Kamal kiyim-kechəkləri mayırlarga omad tilaydi. Ay bugünkü to'yning kiyim-kechishni o'ylashdingiz? Bugun kiyishingni bilmadim Juma. Qarsomilik Kamal markasidagi kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunday qilaylik bo'lmasa. Ha, ma'qulmi? Salam ustozlar. Salam mayırlar. Boşatınlık xeyirlik bolsun. Qeyrindişinlar, nazar obulun əmağlarga egilib turub salamlar bolsun. Şikərsə. Zahir şaq oqab ketib turib aldыңızmı ağzınızı? Kızganmay deb turib aldım. Rahmet. Örülmey qalam gidip şunda ənsirdim. Rahmet. Aval müşahede oltağan barca ustazlar, həmmanlardan mehirlik bir salamlarını qığaş. Bugün şu yurt Aqsu'dun mağlağa otluq salamlarımı yetkizdim. Müşün akşam arqılıq. Rahmet, müşahede otağa barca bayırlarımla otluq tileymiz. Yine şununla birge, hem ma hazır ma etkan naqşininki süzni bolsa ustazımız Muhtar Buğra akımız yizbegen. Güzeldir iş qilib turaydi, Muhtar akamning Qizg'anmali yerli bo'lib qolding qo'y sen. Mushu naqshini yezpagan mushu akam rahmat. Muzikasi o'zingdan. Muzikasi akkordi o'zimniki. O'zim ancha muncha bir akkord tashtirgan bo'lib oldim. Yaxshi. O'zining naqsini o'z qilgan yaxshi. Rahmatlar. Anandan keyin mushu Ujun 7-qara ipak yo'lni shunda katta bir o'rlashtirish qilib maylar bir-birdan sarxilga ko'doq. Sizlarning japoyinglarni ko'rib tudim bayatın ko'zim yosh kelib ketirasga qilsam. Müşahede oltağan barcha mayırlar hammalarga o'tib tilayman. Hammalarga rahmat. Nazarimda nayt yaxshi ijodiyatchi, yaxshi naqshchi, bizning kasbdosh do'stimiz, inimiz. Hozirgi mana bizni davomli yolg'iz qo'ymay, yenimizda bor. Seni ko'rib xush bo'ldik. Ishlaring yaxshi bo'lsin. Rahmat. Ijodiyat yo'llaring. Rahmat. Texim mol bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat Nazarkom. Chiroyli ijodiyatlarni qilyapsiz. Opaqam texmi bundan keyin yana chiroyli ijodiyatlaringiz uzilib qolmasin. Sizga zo'r utuqlar yer bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'linglarmisa. Rahmat. İpek yolu sadası, suygünün yok şigrası, kuş havazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygünün yok şigrası, kuş havazla seydası. İpek yolu sadası. Ben bir aşıqman, san'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyimning kamal tapadığını işendim. Çünkü ben kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. Endi maydonga chiqdiqni 68 numurluq Mayir'nin anlaylı ha. Hoş geldiniz alım. Rahmat. Tayyorliqlaringiz qandaroq? Tayyorliqlarim xil joyda yaxshi. Mahirlar deydigan yurak so'zingiz? Hammamiz tang g'ayrat qilaylik. Unda xos omadlik bo'ling, oq sahnasizni saqlaymiz. Marhamat. Rahmat. Yaxşımısızlar ustozlar, ekran oldidagi ko'rmanlar. Menki Alimjon turibdi, hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. 7-qara İpek yo'li sadasi qatnashimdagi maqsadim bo'lsa, san'at maktablarida kasbiy bilimlarni olish orqali o'zimning qanchalik saviyasining borligini mustahimda bilib baqish maqsadida keldim.
mangışları mangsa kol silişler yarımның mangışları mangsa kol silişler eskisiga o'xshamas ey qayrilib qarashlar aqlimni ham oldi yorimning ey kulishlar aqlimni ham oldi yorimning ey kulishlar Acep bu kelmedim yarim Yılınga bargudek buldum Acep bu kelmedim yarim Yılınga bargudek buldum Azabımda pırağımda Yürek bir yargudek buldum Azabımda pırağımda Yürekli yargudek buldum Ey yürekli yargudek buldum Yarmendin yamanlaptın Könlini alayarның Yarmendin yamanlaptın Vay könlini alayarның Söygen yarim bulmasa Men yarim bulayarım Söygen yarim bulmasa Men yarim bulayarım A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshashgina men Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'voz sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay buni ustini. Shuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga olib kirib, o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Bo'ldi, endi qilaman. Hürmetlik bарлық ұстазлар, Әммаларға кемені Алымжан Тұрыптың отлық саламлар болсын. Мен бұл жыл 23 яш кірдім. Қашқа вилайетінің Поскам Найсыдан келдім. Sen mektep okumadın ya ki? Ben muqamım orunda işine bitkizdim. Yani sen orada Nerede olsun? Muqamlı kendi hazır ha? Ayşgülman bile Ahmet Şamalım. Bular çoğunqarğanı muqam etishni keyniga qo'yib qo'yaylik deb 72 xil o'ynani bir xil chiqarmaylik deb o'ylabdi-da. Bu deganingizim to'g'ri. Buni shuni o'zingiz ijod qildingizmi? Men burun anglab boqmagandek his qildim. Teksti tonish, lekin Özgür qilibdi. Ustozimizning bir puraqlari bor zayir. Men shuni qaragandim sizga. Men shuni demoqchi edim. Tashlab aytishtirsa sizni Azizona Qashqarning. Sizga o'xshab qolyapti. Teksti xalqning teksti. Ahani o'zim bunday qilib boqdim. Yaxshi. Sizga shunda tushibdi. Rahmat malam. Chipsekini naqsim aytam sapalaming golani. Ani aytib boqmabdim. Sizning bir o'zgacha bir xil his tuyg'ungiz jug'urilib to'maydi deyapti. Rahmat malam, rahmat. Mana jo qara Alimjon a. Sizning ovozingiz putik yinsa ekan, mening ovozim putik yinsa, ikkimiz tug'ma xir-xir hisob uchun. Ammo unaqa xir-xir bo'lsa, naqshini yaxshi aytolmaydigan gap emas. Xir-xir ovozliq naqshchilar
bek az uchraydi odatda. Ishkilimiz xir ekanmiz, shunga bizning Kamal xir guruhida. O'zi qachonlarda xir bo'ldi? Ovozi bitek mening bu. Yaxshi aytding. Shunga Kamal guruhiga kelsang, bo'g'dek deb o'ylab qoldim men. Qanday dedim bizning bolalar? Sen öğrenmedin mi? Ahırdırak yakın. Kamil siz öğrenmediniz mi? Ahırdırak yakın. Benim bir sanım kıp kaldı emasmi. Sizning grupingizdagilar yamancha vaqtcha kutib borgan ekan. Talab bu o'zining gruppasi bu. Yo'q, Kamil mana atrofdagi gruppa. Sizning ko'zingiz hozir bizning gruppamiz atrofda. Siz men Polatkamning gruppasi, mening bolalarim deb turibman yani. Bizning grupp men o'ng tarafda, senning biz qaralgan tarafdanjimi? Kilak saniga chiqolmaydiganligimni his qilyapman. Chiqqan qardish gruppalarni almashtirasan. Sizda ko'zgacha topolsam, men Abdumalik uchun doktorxon parlaq ata deydigan bir bo'lim bor. Bo'ldi. Kamal degani Kamil deb ko'ryapman. Bo'ldi, gapga kelsak. Degan vaqtni men yugurib ketdim endi. O'rildim sizga. Sizning ijodiyatingiz yaridi. Ijodiyatingizga singdirgan shu his tuyg'ularingiz yaridi menga. Sizning tutgan uslubingiz yaridi. Amma men shunday uslubi bor, naqshchilarni yaxshi ko'rman. Har gulning puruqi o'zgacha, qushlar har o'z ovozida sayraydi degandek. Endi men o'ylayman, agar hissiyati to'g'ri bo'lsa, qog'imi naqshchi bo'la oladi deb o'ylayman. Shunga bizningki miras guruhimiz sizni intayin qarshi oldi. Bizning miras guruhimizda mana rangarang gullar, har xil aryon sayraydigan qushlar bor. Agar qo'rqmasangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz bo'lsa, udilmishda yanmasangiz, men shunday sal, bunday isyonkroq, bunday qo'rqmaydigan, bunday chiqib turadigan naqshchilarni yaxshi ko'rman. Endi zag'irtilda shundayroq naqshchilarni yaxshi ko'rman. Bu kasbda shunday bo'lishi kerak. Bo'lmasa bak bunday yuvash bo'lib olsa, hech kim diqqat qilmaydi. Ular muqam bo'lganga adam sal jalliqroq bo'lmasa bo'lmaydi. Adila kelganda lyuksek deb qo'ygani bez bo'ladi. Yo'qayman, nima qilaman? Bizimizda qo'rqmaydigan, qaysar irodalik, birga bir atalaydigan naqshchilarni yana davomli qarshi olamiz a. Shunga tiklanmay, mening guruhim kiring. Biz o'ng'ir-mo'ng'ir birlikda ijodiyat qilib o'ynaymiz. Jarayondan o'zimizda kirish uchun sen ko'zoynak taqishing kerak. Qarab, balish uchun diqqat qil. Shtamlarni kesib. Uchun deb baqsam qilsangda. Nimaligini. Ular desakmi gap chiqlab ketdi. Ana bizning suyimlik bek hammamiz shunda qarab olyapmiz, lekin tushuni sen bo'lsang bo'ladi bizning guruhda. Rahmat. Ham kichik bo'lsam ham bir ozroq gap qilay. Shunchalik ko'rsam bo'ldimi bo'ldi. Meni taqqanimga gapmi. Avval Naqshanga rahmat. So'zlasiz mo'yis 80 yoshli odamdek so'zlaydi. Bak payzit qadam. Sizlarga qilib qo'yganlikka aralashmang. Cho'ng olsanglar. Payzi etib qadam, bak payzi qilsa bu naqshinchi o'zingninki ovoz tusunga, o'zingning uslubingga mos keltirib, shunday yaxshi ish qilsa. Avval Naqshanga rahmat. Rahmat ustoz. Endi ma ustozlarmi dedi sana o'zining ko'z qarashlarini, sana bo'lgan izzat hurmatlarini, sen haqingda o'ziniki ancha-muncha mas'uliyat majburiyatlarini deb o'tdi. Amaliyotda mushahadagan bashligimiz o'xshash. Sen uchun cho'qim bir to'g'ri bo'lgan yo'lnishda agri yo'llarni jiqmangmay, qisqa muddat ichida tuz yo'l bilan o'zingning ancha-muncha o'ylagan azroq bo'lsa-mu nishoningga, yiqilishingga mushahadagan bashliklar bilan cho'qim yaqindan yordamda bo'la olamiz. Albatta bizningki Ramlidar rivoyat guruhimizmi cho'qim sana mushlarga o'xshash to'g'ri yetakchilik qila oladi. Biz ham sizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat ustoz. Kechirib meni o'rlanmay qoldim kechirib. Lekin naqshini bir payzi aytdim. Rahmat. Men oxirgi bir o'rindiqqa yana keladigan bolalar bor emas. Men shunga azroq saqlab qoldim. To'g'ri tushungan. Lekin ta'limimizga men bo'ldi. Ishimiz 5 ustozdan birsimiz o'rilsaklar, hammamiz o'rilganda xo'sh bo'lamiz amaliyat. Lekin bu shuni chiqmoqchi bo'lgan mayirlar shuni his qiladilar bizning hissiyatimizni. Rahmat. Rahmat ustoz. Ustozlarning bergan
yaxshi fikr baholarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'nglimga bir ustozni pukib kelgan. Mening tanlashim Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkarıdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan baş parmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Baş parmak astin chiqarmas yarni cho'ngmanga G'ujumat Qurboslar. İpek yolu sadasın, suygunun yok çiğdasın, kuş havazla seyrasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok çiğdasın. Növbətdə səhnə çıxıdığan mayırımız olsa 2516 numaralı mayır. Mübarək olsun Qaysar, xoş gəldiniz. Rəhmət, rəhmət. Bugünkü tayyorluqlarınız puxta, joyida shunaqa. Navoda siz ko'nglingiz bitgan ma'lum, sizga o'rindiq aylantirmay qolsa ko'nglingiz yerim bo'ldi shunaqa. Albatta. Boshqa ma'lumni tanlayveramiz ya. Tanlayveraman. Albatta tanlaysiz shunaqmi? O'rindiq aylantirg'izishning o'zi bir cho'ng natija. Sahnaga chiqishning o'zi eng cho'ng bir natija. Mayli natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mushu jarayon eng muhim. Bulida hamsa o'zingizni yaxshi joriy qildirishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Xayrat qiling. Salam ekranın oldidagi ko'rganlar, men Korlaq jurnalistdan kelgan Qaysar Turdi bo'laman. Bu qitimqi İpek Yolu Sadasi programmasiga qatnashishimdagi maqsad o'zimdagi iqtidorimni joriy qildirish. Sabah bulbul öne gelse Külüp uygan düşlerinden cadlı Menin sögüm şimdi olam Koyni gel Canım sana Tüleyman şoğlu Benim sögüm şimdi alam koyni gel Canım sana Süleyman şoğlu Su boyunca küttüm seni canım Şamanladın yedin Pıram canım Mecnun çalar Cilve sıcak Sımam İnniye Sögüm bilen Kütüm seni canım Mecnun çalar Cilve sıcak Sımam İnniye Sögüm bilen kütüm seni canım你开缠绕我的梦想，发现阳光和心情一样，微风吹来一阵香，我
Sevgim bilan kütüm seni canım. Diri cica cica, da 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 di da di da. Diri cica cica, hey yeah yeah. Diri cica cica, da 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 di da di da. Diri cica cica diri da yeah. Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarının aldın talışı bulup kelayotgan. Ramnidar markesidagi ishonchlik grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtirandek yaxshi o'yin ishlatsa. Men yaqin bu Ramnidar markesidagi bir yurish mahsulotlarni ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Isming? Ismim Qaysar. Kesib? Nima kesib bilan shug'ullanasiz o'zing? Ben hozir adliyada. Adliyada. Kasbiy tarbiya olmaganligini naqsh to'g'rilib. Sen so'raydigan vaqirab. Peyza. Xo'sh, O'zingiz mushkul uslubdagi naqshini yaxshi ko'rdi ekansiz, a? To'g'ri. Men Qashqardan keldim, mutallib bilan bir munosabat bormi deb o'ylagandim-ku. Mutallib bilan naqshlarini yoqtiraman. Shunda shu uslub bor. Shuni samaga oldiga o'xshab qolgansiz. Mutallib faqatna samaga oldiga o'xshab qolgansiz. Deyvalar, gaping deyvalar. Hozir gaping qayt deyvalar. Shu munosabat bilan ota-onamga, meni qo'llagan ayolimga, bolalarımga hamisiga rahmat aytaman. Shundaqla Mutallib faqat akamga rahmat aytaman. Qani. Rahmat. Siz yana desam, yana shu sizga o'xshashmishdaq. O'z yurigidan hissiyoti bilan naqsh aytadigan naqshchilarning mayli kasb bo'lsin, bo'lmasin yaxshi ko'raman. Rahmat. Abay dedim-ku, hissiyoti bilan bir nima o'qisa, qag'osi naqshchi deb. Haligi masala qildigini emas. Bo'lmadinglar bunda. Kim Qaysara, mundaqcha ballarım deginim. Mesela biz bir aile olduk ha. Mesela bir çoğun aile var. Mesela arası mındaq. Bunun işte biz belki bir kan başka okşamaydan göz qarashlar şanfalar bilan bir narsa chiqarishimiz mumkin. Cho'qim keyinlik manchilik ma'lsam yaxshi. Uzun mang'an akmiti yo'q. Aş özüge tushadigan bir naqshchi degan mesela bir naqshchi bilan tunildi. Har qanday naqshchi degan ma naqshchi ya bo'lmasa a naqshchi deblam shuning bilan tunildi. O manchilik tipga, manda qipga. Birinchi ulabdiki, boshlab 8-dan 9gacha davom. Onda emas. Shunga mush oila kirib nimaga erishmoqchi? Aşı naqshini bilan öz maqsad tunilmoqchi o. Bu boshqa ish yo'q. Maqsad tunilmoqchi. Qandaq mesela kim abay dedim o qin diyordu. Agashga adam bekmiyom. Maqsad tunilmoqchi. Hamma bu yoq o'taga hamma odamning o'ziga tushliq o'ylagan narsa bo'lishi mumkin, shundaymi? Ideyasi bo'ladi degan. Har birsiningki eng kichik fikrning bizda ham hamkorlashyapmiz, G'o'ji degan fikr bilan. Shuning o'zining kalisi bor, ijodiyat qilib, mesela bunday qilish mumkin. O'zining ideyasi bo'yicha manga degan ekan. Hammasi o'xshamaydi. Shunga kimni tanlash, nega chimingash u muhim emas. Gap Mişa tunuşup kaldık mı əlaqini olub qaldıq. Bir ömür. Aşta əlaqini olmaz. Meyli biz kilaki meydanda qaytmamdıq o 700-cü məsələ biz üçün. Şuna mı? Doğru. Ən mühimi muş uyga kirib biz nimaga erishmoqchi? Muş ətrafdakı muş 7-8 ayla 10 ayla bir-birsimiz qancha yardımımız tegdi. Hozir mush kichik oilani qanday qilgan qurashtiramiz demoqchi bo'lgan. Yaxshi gap qilding. To'g'ri. To'g'ri. Isifdayz gap. Mening maqsadim bizning miras ko'rib sizni qizg'in qarshi oldi. Ham shunga o'rildik. Bundan keyin men o'ylayman sizning yana bir aytgan naqshingizni anglig'im bor. Mening orzuyim shu. Sizning naqshingizni jiqroq anglig'im bor. Qisqa qilib bir naqsh aytib bergin. Hadilarni xotirjam qo'yatmamsa. Oyog'ini aytib beramiz o'sha. Yo'q. Chaqaqma. Bizdan yaxshi kelgan. Ana to'g'riliq bir naqsh aytib bering. Okay. Tintas kecha
Kolumda kalem Sizge mektup yazman ona Rahmet. Ciddi iş kal, ciddi iş kal. Ciddi iş kal. Çatı. Ben Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlidir. Polat Tursun ustozni ko'nglim kelgan. Bana. İpek yolu sardasın, suygunun yok çiğdrasın, kuş havazla seylasın, İpek yolu sardasın, İpek yolu sardasın, suygunun yok çiğdrasın. Hem de nöbette sahne çıkardıgan mayırımız 1387 numaralık mayır. Hoş geldiniz Munira, qarshi olamiz. Muborak bo'lsin. Oldi bilan 7-chi qaror Hujun Ipak Sadas programmasi qatnashish sharfiga erishganligingizni qizg'in tabriklayman. Biz orqa sahna turib sizga madad beramiz, ilhom beramiz. Bo'ladi hamsa, g'ayrat qiling. Salam ko'rman do'stlar, men Güzel Korildin kelgan Munira bo'lman. O'zim bir oddiy asos qatlam kadri, lekin musiqadan naqsh etishcha alayligim bayqilib qolganligi uchun uni texmi yaxshi taraqqiy qildiray deb shu cho'ng sahnaga berib o'zimni sinab ko'rib boqay deb keldim.
不是我的18岁，注定要为爱掉眼泪？是不是我的18岁，注定要为爱情流泪？如果说你要离开我，mən Koruldan gələn Munira bilməm. Mənə otuq salam. Hay. Xoşalliq yig'ida bu. Hayajani. Arzuyingiz amalga oshdimi? Ketdim deb qaytsin dedi. Bo'ldi, qaytaydi. Ovoz tutsa ahanglarning ichidan mandek rock uslubidagi naqshini men Paufalisi bilan jirtib ovozini. Mandek aytmoq tez. Buni endi masalan shaxsan men aytolmayman. Ovozim yana biza qasddan jiddiman ekan. Qolgan ganjo bor, lekin agar texmo damog'imiz texim bezaytadi. Bu qizning ovozi yasag'an emas, tabiiy shunda chiqdi ekan. Ham shuning uchun mush asarning o'zini bizga shunda huzurliq o'zingizning uslubi bilan bek shunda chiqib yurak olib men o'ynab ketdim. Bu qiz o'zim odatda ko'riladi yo'diyga naqsh etadi. Ashnaqmi? Men bir qancha qitim naqshini anglagan. Endi cho'nglardan kelsin. Anangdekin kichik bo'lsammi? Tanlash bosqichiga kirganda talashib mishada qolgan gapni deyishimiz. Yaxshi aytdi-ku. Jiddiyleşip durup da shunchaki aytib agar jiddiyleşmay, lekin ovozni bizdan yerib ketgan ganjo bor, charchash bor, men jiddiylashgan normal ish bu sekin deganda. Lekin aytib bor. Balkim masalan men naqsh tanlab berib qolsam, kelaqatimda Tianjin deb bir naqshchi bor, birovki. Ashta ne jo'laysiz? Ashta leysingdik narsa. Amaliyot boshqa. Meni qishim kelib qolsangiz ashtaroq masalalar bilan bo'ron qilishim mumkin. Rahmat. Geçip ketdi. Men gap qilay. Munira bilan biz tanishqani uzun bo'ldi. Chunki mening bizning saboqchim Aynurning Aynurning do'sti bo'lib, Aynur menga gap qildi. Hikoya bor bu yerda. Aynur gap bu bir yil oldimi? 1 yil, 2 yil deb qoldi. Bu Kamil mushunda bir do'stim bordi. Bu naqshni nayt yaxshi ko'rib ishta qildi. Sen bir maslahat bir paranglashib qo'ysang deb. Paranglashib nur har qitim naqshlarni avatib turdi menga. Avatib, bu da menga tanlashni uytabdiman degan xat yozib qo'ydi. Bu tanlashni uytabdim, nayt xushal. Ya menda naqsh aytaman degan gapni qilmadi. Mana bugun ishonsangiz Munira ekanligini men bilmadim mesela tabiiy o'rildi. Shu jarayonda san'atga qanchalik ishtiyoqining borligini, naqshini qanchalik yaxshi ko'radiganligini men haqiqiy o'zini dansab baqildi kerak. San'at maktabda o'qiganmi? Yo'q, qat'iy. O'qimabdi ekan. Hatto o'zining shu gaplaridan men his qilaman ishtiyoqni. Boshqa sutki naqshlarni yaxshi aytadi ekan, naqshlarni avat turdi. Siz cho'qim bir kuni mush sani boshlagan vaqtida hamda cho'qim bir tizimlab qatnashsiz degan talabni qo'ydik. Lekin qatnashdim yoki deb uytab bo'lgandan keyin men uytabdiman, men deb nayt xushalliqlikida. Haqiqiy o'zini dansab baqildi kapdi. Men arzuyingiz amalga oshdimi deganman. Arzuyingiz amalga oshdi. 5 ustoz o'rildi mana. Payzi. Bundan keyin mana bular ichiladi degan gap. Men ham xil o'qiganlarmi mana naqshni sizdek jalliq o'qiy olmaydi. Rahmat. Başta ovozni jitib o'qidi, endi arliqda yana o'zgaradi boshqa bir yangi so'z o'qidi. Biz aytib ketib anda qilmaqasan emas. Endi balki meni kichik ko'rsiz, orzularinglar bek katta ekansizlarni. Qolganiga yana yangidan orzu tuzsakmi bo'ladi. Bizning Kamal gruppasi qanday vaqt kelsangiz, mana bizning ishimiz dag'dam o'choq. Suvlarimiz to'liq, mana o'jonning suvlari va bakaliq. O'jonga mening suyim. Hozircha o'rindiq chiqisi bor. Bizdagi tuz karollarım nimamizni, dodanlarimiz, podanlarimizni atmadik taxi. Davan şovanlar bataq atmadik. Masalan, atali. Sizdan kelsin, siz davan şovan sizda aylansin. 1 soatimiz davan, 1 soatimiz sizlar deb tugatgan oyog'ini keyin men gap qilay. Kichik bo'lsammi? Bugungi tava 47-qatam deyishim ma gapni. Sizning gaplaringizni orasida yomon uzun qizil chiroq bor ekan. Odam yerib siz keldi. Mayerdan kichik avataga kichik kanalda to'y qilibsiz, kichik olmay bu. Gapning poskalisi bizniki miras guruhimiz sizni qarshi oldi. Bizning miras guruhimizdan naqshmish sizning uslubingizdagi naqshchilar, ham sizni tushunadigan ma'xush ustoz bor. Hamda biz birlikda agar bir asarni o'rindab qolsak, haqiqatan xalqning yuragiga tekkidak. Jab bir o'rinni oldim, men naqshini degidek bir yaxshi asarlarni o'rindab chiqishimizga ishonchim komil. Agar bizning guruhimizda odam to'shib ketibdi, sal jiqiraqgan deb qolmasingizlar,
bizning guruhimizga kelishingizni umid qilaman, talab qilaman. Agar bizning guruhimizga kelsangiz, men ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Chunki siz mening ham ko'rishim ekansiz. Suv qo'sh ne ishi o'zgarmaydi. Suvni qo'sh suv ham bo'ladi. Balkim lay suv kishimiz. Jirat olmagan bo'lsam qo'lan tutib oldim. Munira, To'tili ustozga qildi emasmi? Men mazraq o'zimning gapini qilib qo'yay. Avval naqshingizga rahmat. Shunda payzorlab berdingiz. Bo'ldi, ashinchalik o'rinlasak bo'ladi. Akam qag'aylarni Adila ancha-muncha joylarga qo'shab qo'ydi. Endi mushadiki To'tili ustoz sizni shunda aka vaqsi bor. Mening ham shunda. Qag'inaga yana desak, yana shu. Bizningki Ramnidar rivoyat guruhimiz sizni qizg'in qarshi oladi. Mushu ustozlar qaysi usulda yetakchilik qilsa, bizmi shu usulda yoki undan yaxshi usullarda yetakchilik qila olishimizga ishonchimiz komil. Qarshi olamiz. Qani, so'ylaganingiz bo'yicha gaplaringizni develab. Aldı bilan shu abay deganimdek men qattiqlam o'ylamagandim. Haqiqatan ko'nglimda bir ustoz deb kelganmi nimam yo'q. Faqat mush bir chiqsam sahnaga. Burun san'at maktabiga o'tkazsam avatmaganda, shundan keyin men usul bek yaxshi. Men burun jevo o'ynagan deyasbidi faqat ma'lum bilan. Şu an naqsh alayligimda yaqinda bayqilib qolishqa şu an dadam bek mushning baxtiga o'tirib qo'yibdimi nima deb tugab ketdi. Men hayot o'g'an bo'lsam sen bir sahnada ko'rsam degan. Eng muhimi shu dadam uchun keldim desam bo'ldi. Men agar shu ekran orqali rahmat aytish eng to'g'ri kelsa, men shu ko'rildiki shu meni yetishtirgandan shu yo'diga bir rahmat aytibsam. To'g'ri, men aytayim, yaxshi rahmat bo'ldi. Chunki men o'zim xizmat uchun men ishlayman. Shunga kech vaqt asosan olib bek mehr berdim. Asosan bir kunda 3 soat uxladim. Mush musobaqa 3 oy qolganda mashq qildim. Bu hissiyotingizni biz intayin tushunamiz. Shu ular bek mehrni berib, sen tunilsang, biz tunilimiz, biz sen bilan tang barimiz ash sahnaga. Sen yaxshi etsan, kim chap, mush muzikani bizning yo'digan ishlagan. Biz uchun shularga oliy ehtirom ham cho'nqur hurmat, rahmat deb qo'yamiz. Bu birodarlik emasmi? Shunga shularga bir rahmat aytibsam. Andan tanlashga kelsak, men Rastga qilsam Adila ustozning guruhiga kirsam shalnib ketishdan qo'rqim, bir kuchliklar chiqgan. Ko'nglimdagi gap. Lekin meni yetaklab mangsangiz, garchi sizning guruhingiz bo'lmasammi umidim. Shunday bo'ladi. Ashundoq bo'ladi. Abay bizmi deyishdik. Avlat hamma guruhpa bir cho'ng guruhpa. Biz bir cho'ng guruhpa. Ipak yo'li bir cho'ng ailasi. Biz garchi hamda 4-5 deb mega o'rindiqni ayrim tiklib olganimiz bilan vaqti kelgan chog'da yana biz o'zaro bir hatto men mushada o'ttamay turibmi? Mayirlarga yordam qilgan. Bu yerda o'tdagan hammamiz o'zaro bir-birimizning mayirlarininki g'amini qilishimiz. Siz uningdan ansirmang. Qara. Rahmat. Men Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hujun Sochak şirkati 20 milyon qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 milyon qiymatidagi elektronlik qurol bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochak şirkati 10 milyon qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayern bo'lsa, Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'ul şirkati 5 milyon qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak şirkati 3 milyon qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Yetak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, ipak yo'li sadasi. Ipak yo'li sadasi. Yok çiğrası, hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası.
İpek yolida Caranlaydı kongura Kitek kengri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok esi Nur kaytıdı yürekke Küç bir de nakşimiz Tümelligen çiçekke Küç bir de nakşimiz Tümelligen çiçekke İpek yolu sadası Süygünün yok çigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çigrası İpek yolu sadası Kuş avazla seynası Kadın ipek yolida Caranlaydı kongurak Kiter kengri dalağa Küy nakşimiz bekira Bir yürekten buna küy Göz açıdı seherde Bir yürekten buna küy Göz açıdı seherde Ulaşıdı toyga toy Bəxitlep seferde İnsan düşer seferde Bəxti günler seherde İnsan düşer